Qo'yish biznes qo'ya qoling. Birinchi o'rinda menga ishonch. Asosiy qiladigan ishim Xitoy va boshqa davlatlarni o'rtasidagi mos bo'lib beraman. Sizning mahsulotingizni безопасный qo'lingizga yetib borishgacha javob berishga harakat qilaman. Ikkinchi o'rinda logistika. Agar siz men bilan ishlasangiz, boradigan yukingizni narxi 2 barobar arzon bo'lishi mumkin. Chunki men ko'pgina logistik kompaniyalar bilan ishlayman, hamkorlikda. Uchinchi o'rinda sizga qanaqadir muammo tug'ilib qolsa, mahsulot yetib borgandan keyin, ya'ni katta оборудование. Men sizga plus sizni ish to'xtab qolmasligi uchun injener ham O'zbekistonga yoki boshqa davlatlarga yetkazib berishga tayyorman. Bo'lmay qolsa o'zim boraman-da, zavodga problemangizni oxirigacha turib berib hal qilaman. Agar o'shanga ham rozi bo'lmasangiz, unda bilmadim. Plyus qaytar beraman. Qo'yish biznes qo'ya qoling. Dehqonchilik qilasiz. Qaysi birini aytish kerak? Nima deb gapirish kerak? Bizning ichki bozoridagi biznesmenlarning eng katta meni ko'zimga ko'ringan xatolaridan biri bu muomala doirasidan o'ta yuqori muomala doirasini Yaxshi gaplaring. Yozib beraman. Yozib beraman. Mana gapingizni yaxshi gap bo'ldi lekin. Yo'q, mana gapsan, yo'q ko'payib ketdim. Auditoriya bilan nima qilingda? Gaplashing. Auditoriya bilan gaplashinglar. Men savol berganim auditoriyadan savol keldi. Agar ishlarni bo'lmay qolsa, qanday managa siz menga ishonsangiz, haqiqatdan beraman. Degan narsa qilyapsiz-da. Shunaqa qiling, o'zingizga oson bo'ladi. Agar